kerak bo'lar ekan. Va bir qarashda ko'zga yaxshi tashlanyapti. Bu yerda kim haqida gap ketayotgani, ya'ni Chonin deyapti, ya'ni men. Demak, bildik men haqimda gap ketayotgan ekan. Qayta Chonin deb o'qimaymiz, sababi imtihon vaqtida bu har bitta sekundimiz yig'ilib katta minutlarni sarf qilishga sababchi bo'ladi. Shu sababli ham bildik Chonin deb kelyapti. Demak, boshqa shaxs yo'q. Endi keyingi bloklarni avtomatik o'qib ketsak ham bo'laverar ekan. Demak, unjonil charamnida mashinani yaxshi haydayman deyapti. Balki mashinani yaxshi hayday olmas, balki boshqa ishni yaxshi qilar. Shu sababli ham nimani? Mashinani yaxshi haydaydi. Ikkinchi variantda qachon? Yozim shu kunlarda yo'yingil chaju hamnida. Demak, sayohatni tez-tez qilyapman. Xo'p, shu kunlarda nimani? Sayohatni qanday tez-tez? Demak, bizga kerakli bo'lgan bo'laklarni belgiladik. Uchinchisi, iriqimdan huye, ish tugagandan so'ng. Qachon? Ish tugagandan so'ng. Demak, unjonil hamnida. Ya'ni mashinani haydayman. Qachon mashina haydaydi? Ish tugagandan so'ng. Balki ish tugamasdan oldindir, balki ishga ketayotgan vaqtidadir, balki umuman haydamas, biz bilmaymiz. Demak, umuman olganda bu yerda mashina haydash va sayohat haqidagi mazmun ketibdi. To'rtinchisi, unjonil ha면so 경치도 구경합니다. Mashina haydab turib, deydi, mashina haydab manzarani ham tomosha qilaman. Bu yerda yonzo grammatika ketyapti. Bu ikkita ish harakatini bir vaqtda qilishga nisbatan qo'llanilib kelinadi. Ham mashina haydayapti, ham manzarani tomosha qilyapti. Demak, ham mashina haydab, ham manzarani tomosha qilaman deb kelyapti. Ko'ramiz, balki mashina haydab turib manzarani tomosha qiladi yoki mashinani haydayotganda boshqa ish qiladi yoki bo'lmasa manzarani mashina haydamasdan tomosha qiladi. Biz bilmaymiz. Shu uchun ham bu narsalarni alohida belgilashimiz kerak bo'lar ekan. Endi matnga o'tamiz. Matnga o'tib, demak, o'qishni boshlaymiz va 50-savoldagi infolarni to'g'ri yoki xato ekanligini tekshirib boramiz. 49 qayerga qoldi? 49 bu yo'l-yo'lakay bajariladigan savol turi. Demak, matnni boshdan o'qiydigan bo'lsak, Chonin unjonaning go'zal cho'amnida. Men mashina haydashni yoqtiraman. Bu yerda mashina haydashni yoqtirish haqida ketyapti, lekin mashinani yaxshi haydayman degan fakt ketmayapti. Ehtimol bu xato bo'lish ehtimolligi yuqoriroq. Shu uchun so'roq qo'yib turamiz. Agar yaxshi haydash haqidagi fakt ketsa, to'g'ri bo'lishimiz mumkin. Hozircha sabr qilib kutamiz. Потом odatda 퇴근 후나 demak, ishdan chiqqanimdan so'ng. Ishdan chiqish mazmun qayerda? Mana 3-variantda bor ekan. Iriqimdan huye, ya'ni ish tugagandan so'ng. Bu 퇴근 후, ya'ni ishdan chiqish bilan bir xil. Demak, 3-variantga qarab turamiz. Bu yerda nima ketyapti? Demak, ishdan chiqqanimdan so'ng yoki bo'lmasam chumare deyapti. Ya'ni chumal bu dam olish kuni. Dam olish kunida unjonil heso, demak, mashinani haydab deyapti. Bu yerda ish tugagandan keyin mashina haydayman deyapti. Demak, birga bir mos kelyapti javob 3 bo'ladi. Mana sizga javob topildi. Endi 49 uchun kurash bu yerda o'sha kelib turgan joygacha o'qishimiz kerak bo'ladi. Agar siz imtihonda bo'lsangiz javob topilgandan keyin keyingi savolga o'tishingiz mumkin, lekin bizlar bugun oxirigacha tahlil qilamiz. Xo'p, keyingisi. Demak, unjonil heso yoki chogiril tanimnida. U yerga qatnayman dedi. Haqiqatan ham savolga 50-savolimizning javobi 100% to'g'ri.